Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga pensiya oladigan har bir inson, shuningdek ota-onasi, buyisi yoki bobosi pensiyada bo'lgan har bir oila uchun juda muhim xabarni tushuntirib beraman. Gap pensiya guvohnomasi haqida ketmoqda. Ko'pchilik orasida pensiya guvohnomasi bekor qilinmoqda. Endi guvohnoma kerak bo'lmaydi. Pensiyam to'xtab qolmaydimi? Imtiyozlardan foydalana olamanmi degan savollar ko'paydi. Men bugun shu masalani oddiy, tushunarli va batafsil qilib tushuntiraman. Iltimos, hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot nafaqat sizga, balki yaqinlaringizga ham kerak bo'lishi mumkin. Avvallari pensiya tayinlangan fuqaroga alohida pensiya guvohnomasi beriladi edi. Bu kichik hujjat odamning pensioner ekanini tasdiqlardi. Masalan, kishi transportda, ayrim tibbiy xizmatlarda, sanatoriyaga yo'llanma olishda, kommunal yoki boshqa ijtimoiy masalalarda o'zining pensionerligini isbotlash uchun shu guvohnomani ko'rsatardi. Ko'p yillar davomida odamlarda shunday tushuncha shakllangan. Pensiya guvohnomasi bor bo'lsa, demak pensiya bor. Guvohnoma yo'q bo'lsa, muammo bor. Endi esa tizim bosqichma-bosqich elektron shaklga o'tmoqda. Ya'ni pensioner haqidagi asosiy ma'lumotlar davlat organlarining elektron bazalarida bo'ladi. Fuqaroning pensiya olishi, pensiya turi, pensiya tayinlangan sana, miqdori va boshqa zarur ma'lumotlar qog'oz guvohnoma orqali emas, elektron tizim orqali tekshiriladi. Bu degani, ayrim holatlarda eski ko'rinishdagi pensiya guvohnomasini ko'tarib yurish shart bo'lmasligi mumkin. Lekin eng muhim joyi shuki, guvohnoma tartibining o'zgarishi pensiyaning bekor bo'lishini anglatmaydi. Pensiya guvohnomasi bilan pensiyaning o'zi boshqa masala. Men buni alohida ta'kidlayman, agar sizga pensiya qonuniy tayinlangan bo'lsa, faqat guvohnoma shakli o'zgargani uchun pensiyangiz to'xtab qolmaydi. Pensiya to'lovlari sizning ish stajingiz, yoshga doir huquqingiz, nogironlik holatingiz, o'quvchisini yo'qotganlik yoki boshqa qonuniy asoslaringiz bo'yicha belgilanadi. Guvohnoma esa shu huquqni tasdiqlovchi vositalardan biri bo'lgan. Hozir asosiy e'tibor qog'oz hujjatdan elektron tasdiqqa o'tmoqda. Oldingi tartibda pensiya tayinlangandan keyin fuqaro pensiya bo'limiga borar. Hujjatlarni topshirar, pensiya tayinlangach guvohnoma olardi. Bu guvohnomani yo'qotib qo'ysa, qayta tiklash uchun yana murojaat qilish, ariza yozish, ayrim hollarda kutish kerak bo'lardi. Katta yoshdagi odamlar uchun bu oson emas. Ayniqsa qishloqda yashaydigan, tuman markaziga borish qiyin bo'lgan, sog'lig'i yaxshi bo'lmagan pensionerlar uchun bitta qog'oz hujjatning yo'qolishi ham katta tashvishga aylanardi. Hozirgi o'zgarishning asosiy maqsadi bürokratiyani kamaytirishdir. Davlat organlari bir-biridan ma'lumotni elektron tarzda olishi kerak. Pensioner har bir joyga borib, "Mana men pensionerman" deb qog'oz ko'rsatib yurmasligi kerak. Masalan, agar fuqaro davlat xizmatidan foydalanayotgan bo'lsa, tizim uning pasport yoki ID karta ma'lumotlari orqali pensiya olishini ko'ra olishi kerak. Bu nazariy jihatdan odamlarning vaqtini tejaydi, navbatlarni kamaytiradi. Yo'qolgan hujjatlar muammosini kamaytiradi. Lekin men ekspert sifatida shuni ham aytaman. Har qanday elektron tizimga o'tishda dastlabki davrda tushunmovchiliklar bo'lishi mumkin. Bir joyda xodim eski odat bo'yicha guvohnoma so'rashi mumkin. Boshqa joyda elektron baza sekin ishlashi mumkin. Yana bir joyda pensionerning ma'lumoti tizimda noto'g'ri chiqishi mumkin. Shuning uchun fuqarolar befarq bo'lmasligi kerak. O'z ma'lumotlaringizni tekshirib qo'yish, kerakli hujjatlarning nusxasini saqlash, bank kartasi va telefon raqami to'g'ri bog'langanini bilish juda muhim. Birinchi navbatda pensiyaga yaqinda chiqqanlar e'tiborli bo'lish kerak. Masalan, 2024 yoki 2025 yilda pensiya tayinlatgan fuqaro hali barcha ma'lumotlari tizimlarda to'liq aks etmagani tekshirish kerak. Ba'zan yangi tayinlangan pensiya bo'yicha ma'lumot bir tizimda bor, boshqa idorada hali ko'rinmasligi mumkin. Bunday holatda odam vahimaga tushmasligi kerak, lekin masalani nazorat qilish kerak. Ikkinchi toifa, eski pasportdan ID kartaga o'tgan pensionerlar. Masalan, odam pensiyani eski pasport raqami bilan rasmiylashtirgan, keyin ID karta olgan. Agar ma'lumotlar to'g'ri bog'lanmagan bo'lsa, ayrim xizmatlarda pensionerlik holati avtomatik ko'rinmasligi mumkin. Bu pensiya yo'q degani emas. Bu faqat ma'lumotlarni yangilash kerak degani bo'lishi mumkin. Uchinchi toifa, yashash joyini o'zgartirganlar. Masalan, fuqaro Farg'onadan Toshkentga ko'chib kelgan, lekin pensiya ishidagi manzil eski qolgan yoki tuman ichida boshqa mahallaga ko'chgan.
Bunday hollarda ayrim xabarnomalar, chaqiruvlar yoki tekshiruvlar eski manzilga ketib qolishi mumkin. Shuning uchun manzilni yangilab qo'yish zarur. 4-toifa pensiyani bank kartasi orqali oladigan, lekin kartasi muddati tugagan pensionerlar. Ko'pchilik guvohnoma haqida o'ylaydi, lekin amalda muammo bank kartada bo'ladi. Masalan, pensiya hisoblangan, lekin karta muddati tugagani uchun pulni ishlatish qiyinlashgan yoki karta yo'qolgan, yangi karta olingan, lekin pensiya to'lovi eski kartaga bog'langan. Bunday vaziyatda pensiya bekor bo'lmaydi, lekin pulni olishda kechikish bo'lishi mumkin. 5-toifa nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda alohida e'tibor kerak, chunki nogironlik holatining muddati, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi qarori, qayta ko'rik sanasi kabi masalalar bor. Agar nogironlik muddati tugagan bo'lsa va fuqaro o'z vaqtida qayta ko'rikdan o'tmasa, to'lovlarda vaqtincha to'xtash bo'lishi mumkin. Bu guvohnoma bekor qilingani uchun emas, balki asosiy tibbiy hujjat muddati bilan bog'liq bo'ladi. Agar siz pensiyani har oy muntazam olayotgan bo'lsangiz, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, pasport yoki ID karta ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, demak sizda katta xavotirga asos yo'q. Guvohnoma bo'yicha tartib o'zgarsa ham sizning pensiya huquqingiz saqlanadi. Masalan, 6-7 yoshli otaxon har oy 1.200.000 so'm yoshga doir pensiya oladi. Uning ID kartasi bor, bank kartasi faol, mahalla va pensiya bo'limidagi ma'lumotlari mos. Bunday odam guvohnoma bekor bo'lsa, pulim to'xtaydimi deb qo'rqmasligi kerak. Uning pensiyasi qonuniy tayinlangan bo'lsa, to'lov davom etadi. Yoki 12 yoshli onaxon bankomatdan pensiyasini oladi, telefoniga SMS keladi, har oy pul tushadi. U eski pensiya guvohnomasini uyda saqlab qo'ygan. Endi undan har joyda guvohnoma so'ralmasligi mumkin. Bu yengillik bo'lishi kerak, qo'rqinch emas. Lekin baribir u ID kartasini, bank kartasini va telefon raqamini tartibda saqlashi kerak. Birinchi misol, Andijonda yashaydigan 65 yoshli fuqaro pensiya guvohnomasini yo'qotib qo'ydi. Oldin bunday holatda u darhol pensiya bo'limiga borib, guvohnomam yo'qoldi. Pensiyam nima bo'ladi deb xavotir olardi. Yangi yondashuvda esa eng muhim savol boshqacha. Uning pensiya ma'lumotlari elektron bazada bormi? ID kartasi orqali tasdiqlanadimi? Bank hisobiga pensiya tushyaptimi? Agar ha bo'lsa, guvohnomaning yo'qolishi pensiyaning yo'qolishi emas. Shunchaki kerak bo'lsa ma'lumotnoma yoki elektron tasdiq olish mumkin. Ikkinchi misol. Toshkent viloyatidagi pensioner avtobusda imtiyozdan foydalanmoqchi bo'ldi. Haydovchi yoki nazoratchi undan eski pensiya guvohnomasi so'radi. Pensioner esa ID karta ko'rsatdi. Bu yerda muammo pensionerda emas, tizim va ijrochilar o'rtasidagi moslashuvda bo'lishi mumkin. Agar qoidaga ko'ra elektron tasdiq yetarli bo'lsa, xodimlar ham shu tartibni bilishi kerak. Ammo amaliyotda ayrimlar eski hujjatni talab qilishi mumkin. Shuning uchun o'tish davrida eski guvohnomangiz bo'lsa, uni tashlab yubormang. Kerak bo'lmasa ham uyda saqlab qo'ying. Uchinchi misol, Samarqandda yashovchi ayol boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Uning farzandi o'qishda davom etmoqda. Bu holatda guvohnoma masalasidan tashqari yana bir nozik jihat bor. Farzandning o'qishi yoshi, o'quv muassasasidan ma'lumotnoma kabi hujjatlar muhim bo'lishi mumkin. Agar kerakli ma'lumot vaqtida taqdim etilmasa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Odamlar esa buni guvohnoma bekor bo'lgani uchun pensiya to'xtadi deb noto'g'ri tushunishi mumkin. Aslida sabab boshqa hujjatda bo'ladi. 4-misol. 7000 yoshli pensiyalarning bank kartasi muddati tugadi. Pensiya pulini ola olmadi. U darhol pensiya guvohnomasi bekor bo'lgani uchun pulim tushmayapti deb o'yladi. Bankka borganda ma'lum bo'ldiki, pul hisoblangan. Faqat karta yangilanishi kerak. Demak, har qanday muammoni guvohnoma bilan bog'lash to'g'ri emas. Birinchi navbatda bank kartasi, hisob raqami, SMS xabarnoma va pensiya bo'limidagi ma'lumotlar tekshiriladi. Eng muhim nozik jihat shuki, qog'oz guvohnoma bekor qilinishi yoki berilmasligi haqidagi tartib hamma joyda bir kunda ideal ishlaydi deb o'ylamaslik kerak. Elektron tizim bor, lekin odamlar bilan ishlaydigan joylarda eski odatlar saqlanib qolishi mumkin. Shuning uchun men pensionerlarga eski guvohnomani yirtib tashlamaslikni, tashlab yubormaslikni, uyda alohida papkada saqlashni maslahat beraman. Agar keyin kerak bo'lmasa yaxshi. Lekin o'tish davrida asqotib qolishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, pensionerlikni tasdiqlash bilan pensiya miqdorini tasdiqlash bir xil narsa emas. Masalan, sizdan
faqat pensioner ekaningizni tasdiqlash so'ralishi mumkin. Boshqa holatda esa aniq pensiya miqdori haqida ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Masalan, kredit olishda, subsidiya so'rashda, ayrim ijtimoiy yordam turlarida daromad miqdori muhim bo'ladi. Bunday vaziyatda oddiy guvohnoma yetarli bo'lmasligi mumkin. Pensiya miqdori ko'rsatilgan rasmiy ma'lumotnoma talab qilinadi. 3-nozik jihat. Pensionerning telefon raqami. Bugungi kunda ko'p xizmatlar SMS kod, elektron tasdiq, bank xabarnomasi orqali ishlaydi. Agar pensionerning telefon raqami farzandining nomida bo'lsa yoki eski raqam o'chib ketgan bo'lsa, ayrim xizmatlardan foydalanish qiyinlashadi. Men shuni ko'raman. Pensiya bor, huquq bor. Lekin odam elektron xizmatga kira olmaydi. Chunki telefon raqami yangilanmagan. Shuning uchun telefon raqamini ham hujjat kabi muhim deb biling. 4-nozik jihat. Familiya ism otasining ismi yozilishdagi farqlar. Masalan, eski pasportda ism bir xil yozilgan. ID kartada transliteratsiya boshqacha chiqqan. Bankda esa yana boshqa ko'rinishda kiritilgan. Bitta harf farqi ham ayrim tizimlarda muammo chiqarishi mumkin. Ayniqsa lotin va kiril yozuv almashgan davrda tug'ilgan. Hujjatlari turli yillarda olingan fuqarolarda bunday holat uchraydi. Agar ma'lumotlar mos kelmasa, mas'ul idoraga murojaat qilib tuzatish kerak. 5-nozik jihat, chet elga chiqib ketgan pensionerlar. Agar pensioner uzoq muddat chet elda bo'lsa, to'lov tartibi, tasdiqlash, bank kartadan foydalanish, ishonchnoma berish kabi masalalar alohida e'tibor talab qiladi. Guvohnoma tartibi o'zgargani bu masalalarni avtomatik hal qilib bermaydi. Aksincha, bunday holatda hujjatlar yanada tartibli bo'lishi kerak. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz bugunoq nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy qadamlar bilan tushuntiraman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID kartangiz muddati o'tmaganmi? Undagi ism, familiya to'g'rimi? Tug'ilgan sana xatosizmi? JSSR raqamingiz hujjatlari to'g'ri ishlatilganmi? Shularni ko'ring. Agar hujjatda xatolik bo'lsa, uni keyinga qoldirmang. Chunki elektron tizimda aynan shu ma'lumotlar asosiy kalit bo'ladi. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning amal qilish muddati tugamaganmi? Karta bloklanmaganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Pensiya tushadigan hisob aynan sizniki ekanini biling. Agar kartangiz muddati yaqin tugasa, oldindan bankka borib yangilang. Pensiya kuni kelganda navbatda turib asabiylashib yurmaslik uchun bu ishni avvalroq qiling. 3-qadam, pensiya bo'limidagi ma'lumotlaringizni aniqlashtiring. Agar manzilingiz o'zgargan bo'lsa, telefon raqamingiz almashgan bo'lsa, pasportdan ID kartaga o'tgan bo'lsangiz, buni pensiya bo'limida yangilab qo'yish foydali. Ba'zan odamlar men pensiyani olayapman-ku, nima keragi bor deyishadi. Lekin biror tekshiruv, qayta hisoblash, ma'lumotnoma yoki murojaat kerak bo'lganda eski ma'lumotlar muammo bo'lishi mumkin. 4-qadam, eski pensiya guvohnomangizni saqlang. Agar sizda guvohnoma bo'lsa, uni keraksiz deb tashlab yubormang. Hujjatlar papkasiga qo'ying. Uning yoniga pasport nusxasi, ID karta nusxasi, pensiya tayinlanganligi haqidagi hujjatlar, bank rekvizitlari, tibbiy hujjatlar, agar nogironlik bo'lsa tegishli ma'lumotnomalarni ham joylashtiring. Bu tartib nafaqat sizga, balki farzandlaringizga ham yordam beradi. 5-qadam, kerak bo'lsa rasmiy ma'lumotnoma oling. Agar biror tashkilot sizdan pensioner ekaningizni yoki pensiya miqdorini tasdiqlashni so'rasa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Rasmiy ma'lumotnoma so'rang. Uni davlat xizmatlari markazi, tegishli pensiya bo'limi yoki mavjud elektron xizmatlar orqali olish mumkin bo'lgan holatlar bor. Qaysi yo'l qulay bo'lsa, shundan foydalaning. Eng muhimi, hujjat rasmiy bo'lsin. 6-qadam, agar to'lov kechiksa, vahima qilmang, tartib bilan tekshiring. Avval bank kartani tekshiring, keyin SMS xabarnoma yoki bank ilovasiga qarang. So'ng bankdan hisobga pul tushgan-tushmaganini aniqlang. Agar bankda pul yo'q deyilsa, pensiya bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda aniq yozing. Men falonchi, JSSR raqami falon, pensiya to'lovim falon oy uchun kelmadi. Sababini tushuntirib berishingizni va to'lov holatini tekshirishingizni so'rayman. Arizani og'zaki emas, yozma yoki elektron shaklda berish foydali. 7-qadam, yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar elektron tizim, SMS, ID karta, bank ilovasi degan narsalardan qiynaladi. Agar siz yoshroq bo'lsangiz, ota-onangiz yoki buyingiz, bobongizning hujjatlarini birga tekshirib chiqing. Ularning roziligi bilan telefon raqami, bank kartasi, manzil, pensiya to'lov sanasi kabi ma'lumotlarni tartibga soling.
Bu oddiy yordam kelajakdagi katta muammolarning oldini oladi. Agar pensionerlik maqomingiz elektron tizimda ko'rinmayotgan bo'lsa, tegishli pensiya bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin. Menga yoshga doir pensiya tayinlangan. Ayrim tashkilotlarda pensionerlik maqomim elektron tizimda ko'rinmayapti. Shaxsiy ma'lumotlarimni tekshirib, pensiya oluvchi sifatidagi ma'lumotlarimni tegishli tizimlarda to'g'ri aks ettirishda amaliy yordam berishingizni so'rayman. Agar familiya yoki pasport ma'lumotlari mos kelmasa, arizada aynan qaysi ma'lumot xato ekanini yozing. Masalan, bank ma'lumotlarida familiyam boshqa yozilgan. Eski pasport raqamim bilan yangi ID karta ma'lumotim bog'lanmagan. Telefon raqamim o'zgargan deb aniq ko'rsating. Aniq yozilgan murojaat tezroq hal bo'ladi. Menda muammo bor deb umumiy yozsangiz, xodim avval muammo nimada ekanini aniqlashga vaqt sarflaydi. Agar biror tashkilot sizdan eski pensiya guvohnomasini talab qilsa, lekin sizda u bo'lmasa, ulardan qaysi huquqiy asosga ko'ra aynan guvohnoma talab qilinayotganini muloyimlik bilan so'rang. Shu bilan birga pensionerlikni elektron tasdiqlash yoki rasmiy ma'lumotnoma orqali ko'rsatish mumkinligini ayting. Janjal qilish shart emas. Har doim yozma javob so'rash samaraliroq. Chunki yozma javob bo'lsa, keyin yuqori tashkilotga murojaat qilish osonlashadi. Birinchi xato mish-mishlarga ishonish. Kimdir guvohnoma bekor bo'lsa, pensiya ham bekor bo'ladi deydi. Bu noto'g'ri tushuncha. Pensiya huquqi alohida, guvohnoma shakli alohida. Ikkinchi xato eski hujjatlarni tashlab yuborish. Endi kerak emas ekan deb guvohnoma, eski ma'lumotnoma, tibbiy hujjatlarni yo'q qilish mumkin emas. Har bir hujjat bir kuni kerak bo'lib qolishi mumkin. Uchinchi xato bank muammosini pensiya muammosi deb o'ylash. Pul kartaga tushmasa sabab karta, hisob bankdagi texnik holat yoki rekvizitda bo'lishi mumkin. Shuning uchun tekshiruv bosqichma-bosqich bo'lishi kerak. To'rtinchi xato murojaatni faqat og'zaki qilish. Og'zaki aytilgan gap ko'pincha ishsiz qoladi. Agar masala muhim bo'lsa, ariza yozing, ro'yxatdan o'tkazing, javob muddatini so'rang. Beshinchi xato pensionerning o'zi tushunmaydigan elektron xizmatlarni boshqalarga to'liq topshirib qo'yish. Albatta farzand yordam berishi yaxshi, lekin bank kartaning PIN kodi, SMS kodi, shaxsiy ma'lumotlar begona odamlarga berilmasligi kerak. Afsuski, keksalarni aldash holatlari ham uchraydi. Hech kimga telefoningizga kelgan kodni aytmang. Bank xodimi ham, pensiya xodimi ham SMSni so'ramasligi kerak. Hurmatli yurtdoshlar, pensiya guvohnomasi bo'yicha o'zgarishlar eng avvalo hujjat yuritishni soddalashtirishga qaratilgan. Bu pensiya bekor bo'ladi degani emas. Agar pensiyangiz qonuniy tayinlangan bo'lsa, asosiy huquqingiz saqlanadi. Lekin siz o'z hujjatlaringizni tartibga keltirishingiz, ID karta, bank karta, telefon raqami, manzil va pensiya ma'lumotlaringiz mosligini tekshirishingiz kerak. Men sizga tavsiya qilaman, bugun yoki ertaga ota-onangiz, buyingiz, bobongizning hujjatlarini bir ko'zdan kechiring. Eski pensiya guvohnomasini saqlab qo'ying. Bank kartaning muddatini tekshiring. Agar ma'lumotlarda xato bo'lsa, pensiya bo'limi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Muammo chiqishini kutmang, oldindan tartibga soling. Agar bu mavzu siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va izohlarda yozib qoldiring. Sizning hududingizda pensiya guvohnomasi bo'yicha qanday talablar bo'lyapti? Sizdan hali ham eski guvohnoma so'rashdimi yoki elektron tasdiq yetarli bo'lyaptimi? Sizning izohlaringiz boshqa pensionerlarga ham yordam beradi. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, imtiyozlar va hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirish bo'yicha eng muhim masalalarni tushuntirib boraman.